Assalomu alaykum tug'anlar. Bizga sotuvga Solaris Unas keldi. Mana ko'rgüler sostoyaniyasi shunday staloy svetda ekan. Mashinani ahvoli o'ta yaxshi. Buyursa kuzov chag'ında bir gruba ishi yo'q. Aldi orqasi toza, qirg'iz uchotunda dokument chag'ini sraz o'tkazib beramiz. Ichki salonlarni ko'rgazoli. Bratoz o'zi keltirib beradi hozir obzori. Qanday ekan brat mashina? Tug'anlar, ichki salonlari top-toza, yaxshi torpedolar, anan treshinasi yo'q, steklolarida bor yo'q, yaxshi gidravlika, podogrev sideniyalari bor, korobka mexanika, konditsioner biroq ishlayotgan. Qaratib qo'yish kerak ekan. Probeg 205 ming tug'anlar. Anan 2014-yil chiqarilgan, ob'yom 1.4. Bahsi 550 ming so'm so'rayotadi. Suylashuv yo'llari bor. Anan variantga desa, variantga oldindan biri 100 ming, 200 ming berganlar bo'lsa, variant yo'llari da bor. Anan obmen qilam deganlar bo'lsa, Labo, Matiz o'shunday mashinalarga obmen yo'llari da bor. Maşallah. Anan telefon nomeri yozib qo'yganlar tug'anlar. Telefon nomerini aytib qo'ying. 52 menen 552 menen 26 93 92. 552 menen 26 93 92 ekan. Esine çalıp, baylanışıp, turab ko'rgilar. Variant yo'llari bor, obmen yo'llari bor tug'anlar. Mashina stolnoy svetda. O'ta so'nggi ahvolda ekan. Tug'anlar variant obmen yo'llarida qaraladi ekan. Qisqasi sizlarga jaqqan variantlar bor. Qiziqqanlar o'sha nomerlarga chalib baylanish qila, direkt aravanda bo'ladi tug'anlar.